Hankar brendini patentlashtirishga berdim. Akalar endi ehtiyot bo'lasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, biz yana bitta ko'pchiligimiz bilgan mashhur brendlardan biri bilan rahbarlar, ya'ni Nodir akamlar bilan birgalikdamiz. Ya'ni ko'pchiligimiz bilgan Hankar Sound brendini patentlashga topshirdik. Keling qolgan fikrlarni o'sha rahbarlari Nodir akamning o'zidan eshitsak. Xolasa intellektual patentlash markaziga murojaat qildik. Xudo xolasa ishimizni hech qanaqa bosh og'ruvsiz, chunki hal qilib berishyapti. Hammaga qiziq bo'lgan shu savol. Aka, mana Hankar Sound deb bizaniki, misol uchun. Hankar ham bizaniki. Xan ham misol uchun bizga qarashli bo'ladi-da. Xan 5 ta 5 qilib kimdir ochyapti-da. Shunga meni patentim anu kurasha olaydimi? Albatta. Birinchi navbatda himoya tushadigan so'zlar bor Nodir aka. Misol uchun xan so'zi himoya qilingandan keyin xudo xohlasa siz bemalol xan 3.7 5 yoki xan servis nimadirlar deb qo'ygan taqdirda ham bemalol O'zbekiston bo'yicha intellektual mulk agentligiga murojaat qilib, ularni bemalol qonuniy ishini to'xtata olasiz. Shunaqa akalar, shunaqa joylari bor ekan, juda ham qulay. Brendinglarni rivojlantiringlar, hammaga omad. Shtrafi ham juda ham katta ekan. Birovni brendi bilan ish ko'rib yurganlar bo'lsa, bunaqa qilmanglar, o'zingizlarning brendinglarni yaratinglar. Baribir kelajagi bor narsa. Aka, sizlarga ham katta rahmat. Sizlarga ham ishonchingiz uchun. Agar sizga ham ishonchli va